o'sha aytishgandek qutini pastroq qiling deyishdi, lekin biz kutganimizdan ham a'lo darajada bo'ldi, xudo xolasa. Muhammad Ali Borak Logistika kompaniyasida savdo bo'limida sotuv menejeri vazifasida ishlayman. Hozirda M-Factor biznes maktabida sotuv kursini o'qib tamomladim. Aynan hammada bo'ladigan muammo o'sha e'tirozlar bilan ishlash. B2B sotuv bo'yicha biznes tadbirkorlar bilan ishlashda, ular bilan gaplashishdagi asosiy ularni ko'ndirishdagi muammolar bo'yicha bor edi bizda, ya'ni shu muammolarni yechish uchun shu o'quv kursiga kirdik. Aynan e'tirozlar bo'yicha ishlashda bizda ancha tajribaga bo'ldik, biznes tadbirkorlar bilan miting qilish, ya'ni uchrashuvlar qilish bizda ancha rivojlandi. Bizga eng kerakli bo'lgan o'sha muzokaralar olib borish jarayonlari bizani ancha rivojlantirdi. M-Factorni aynan nimaga tanladim? Chunki bir nechta spikerlar, ya'ni o'zini bilim tajribasiga ega bo'lgan ustozlar borligi uchun tavsiya asosida keldik va guvohi bo'ldikki, tajribali ustozlar shu yerda borligi uchun va shuni tanladik.